PUBG Mobile keyingi versiyasida qo'shiladigan yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi yangi eventimiz Lipovka va Quvarida joylashgan, nomi esa Neon Town. Eventimiz juda ham bahaybat, zamonaviy binolar bilan to'ldirilgan. Event o'rtasida esa jang qilish uchun Octagon ligasini qo'shishdi. Dushmanlaringiz bo'lsa, birga-bir vizit tashab jang qilaverasiz. Keyingi yangiligimiz esa Transformerlar filmi bilan hamkorlik. Eventni lut qilayotib, maxsus uskuna topib olishimiz mumkin. U uskunani event tashqarisida ishlatib, osmondan Optimus Prime yoki Megatron robotini chaqira olamiz. Robotlarni minib, dushmanlarga qarshi jang qilsa bo'ladi. Optimus Prime robot holatida 2 xil hujum qila oladi: boltasini urib va uzoqqa sakrab. Transform tugmasiga bosib, trakka aylanib ham yursa bo'laveradi. Megatronda esa lazerli o'q uza olamiz va tankiga aylanib, unda ham lazerli udarlar bersa bo'ladi. Shuningdek, yangi hub lobbisi ham qo'shilarkan. Ekranimizda shunday pastga tortsak, lobbimiz o'zgaradi va park veselaga o'xshab yangicha joyga tushib qolamiz. Bu joyda boshqa o'yinchilar bilan birga vaqtimizni cho'q o'tkaza olamiz va shu joyda turgan holatimizda keys, ruletka yoki sabitchilarga bemalol kirsa bo'ladi. Park veselani sal-pal kuchaygan ko'rinish va ancha qiziqroq she'rlarimizni shunaqa yelkalarimizga yoki qo'limizga ko'tarib olsak bo'ladi. Xullas 3.9 versiya ba'zi yangiliklari shundan iborat. PUBG Mobile so'nggi va tezkor yangiliklar uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.